Alloh haqqi qiyin. Hukmdorimizning 800 lira kabi mablag'ga ehtiyojlari borligini bilmayman. Lekin sizdan pul qarz oldilar. Tushunolmadim. Ha, albatta. Hukmdorimizning o'z tijoratlari orqali topadigan boyliklari bor. Ha. Lekin hukmdorimiz nega sizdan qarz so'radi? Hukmdorimiz bir hadisi sharifni eshitganlar. Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam afandimiz aytadilarki, qarz Allohni norozi qilmaydigan ishlarga olinganda, Alloh zul jaloli val ikrom qarzini to'laguncha qarzdor bilan birgadir. Abdulloh ibn Ja'far xarajat vakiliga aytibdiki, bor, men uchun qarz ol. Rasulullohdan bu hadisni eshitganimdan keyin Alloh bilan birga bo'lgan bir kecha o'tkazmasdan